Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Yaxshi turyapsizlar? Bugun 3-oyning 5-kuni tarqalayotgan eng yangi xabarda bo'lsa, Chaushaularni endi balo qazo qo'g'lab kelishga boshlabdi. Ishdan chatoq chiqibdi. Amerika tekshirish idorasi Chaushaular ustidan rasmiy tekshirishni boshlabdi. Chaushaular bo'lsa Amerikadagi Xitoylar ichida eng boy siyosiy huquq o'rni eng yuqori bo'lgan ayolkan. Amerika siyosati ichida 3 davrni besib o'tib, yuqori mansab huquq xizmatlari bilan shug'ullangan ekan. 80-yillarning oxirgi mezgilida prezident Bush apandimning davrida Amerika qatnash ministrining muavin ministri bo'lgan ekan. Keyin prezident kichik Bush apandimning davrida emgak ministrlik xizmatini o'tagan ekan. Uningdan keyin prezident Trump apandimning davrida qatnash ministri bo'lgan ekan. Bunda aytganda 3 prezidentning davrida ministrlik xizmat vazifasini o'tab kelgan ekan. Bu Xitoy xotin Amerika siyosiy sahnasida yuqori mansablik huquqqa ega bo'lmasdan, uning yana bir intayin cho'ng huquqdor eri bor ekan. Ismi Mitchell McConnell. Bu qitim Amerikaning saylimiga diqqat qilgan odamlarning hammasi biladi. Mitchell McConnell degan zoti kim? Mitchell McConnell bo'lsa, Amerika Cumhuriyet Partiyasining Kengash palatasidagi bosh rahbari bo'ladi. Prezident Trump apandim 3-4 kunning oldida Filadelfiyada ochgan Cumhuriyetchilar partiya yig'iniga bu odamni qatnashtirmagan. Chaushaular bilan McConnell ayol ikkisi Amerika siyosatida eng yuqori mansabga ega bo'lgan sarxillar oilasi ekan. Uzun yillardan buyon ayol ikkisi Amerikaning yuqori siyosiy organlarida cho'ng huquqdorlik mansubi bilan davr surgan ekan. Bugungi kunda Chaushaularning ta'liyi 10dan kamaslikdagi sabab bo'lsa, bultur 12-oydan boshlab Chaushaularning ustidan kuzatish va tekshirish xizmati boshlanib ketgan ekan. Bultur 12-oyda Chaushaular qatnash ministrlik xizmatini davomlashtirayotgan vaqtida qatnash ministrligining ichida o'z oldiga mustaqil bo'lgan tekshirish organi bor ekan. Bu tekshirish organining bosh mas'ulini prezident Trump apandim o'zi bevosita bekitgan ekan. Qatnash ministrligining tekshirish idorasining mas'uli Chaushaular ustidan tekshirish berib, Amerika adliya organiga Chaushaularni ayıplash dokladini sungan ekan. Dokladning mazmuni bo'lsa, Chaushaular qatnash ministrligining bosh ministri huquqidan foydalanib, o'zining oila jamiyatining savdo manfaati uchun huquqini ishlatgan ekan. Shu vaqtida Amerika adliya organi bo'lsa, har xil sabablar bilan bu ayıplash dokladini keyniga surib ketdi. 2 kunning oldida qatnash ministrligining tekshirish idorasi 44 betlik Chaushaularni ayıplash dokladini yozib Amerika majlisiga topshiribdi. Chaushaularda chatoq bor deb. Yana shuning bilan birga Amerika qatnash ministrligining tekshirish idorasining tor bitiga Amerika majlisiga sungan bu 44 betlik tekshirish dokladini e'lon qildi. Undan boshqa 2020 yil 6-oy mezgilda Amerika New York gazetida Chaushaularning jinoiy ishlari to'g'riliq xabarlar tarqalgan ekan. Amerika New York gazetiga mas'ul bo'lgan Mitchell Fozayt ismli apandim o'zining bir qancha xizmatchilari bilan bir mezgil tekshirish berib, maxsus bir doklad e'lon qilgan ekan. Bu dokladning asosiy mazmuni bo'lsa, birinchi Chaushaularning oila jamiyati Xitoy hukumati bilan bo'lgan apaq-chapaq munosabat tarixi xeyli uzun zamonlarni aks ettirdi ekan. 80-yillardan boshlab Chaushaularning oila jamiyati Xitoy hukumati bilan savdo munosabat asosini qurib bo'lgan ekan. Chaushaularning dadisi Chao Shi-cheng 1949-yildan burun Shanxayning qatnash oliy maktabida o'qigan ekan. Chao Shi-chengning bir savoddishi bo'lib, ismi Xitoy hukumatiga rais bo'lgan Jiang Zemin. Chaushaularning dadisi Chao Shi-cheng Jiang Zemin bilan savodashgan. Bu ikki savoddash 1949-yildan burun Shanxay Jiaotong dashini bitagan ekan, ya'ni Shanxay qatnash oliy maktabini bitagan ekan. Chao Shi-cheng bo'lsa 1949-yili Tayvanga qochib ketgan ekan. Savoddashi Jiang Zemin bo'lsa Xitoy kommunist hukumatining orasida qo'ldirlab yurib, oxirida Xitoy kommunist hukumatining bosh raisi bo'lgan ekan.
70-yillarning oxiri, 80-yillarning boshlarida Xitoy hukumatining raisi Deng Xiaoping ishikni sirtqa ichib o'tish siyosatini ilib borgan mezgilda chet elda yashayotgan nurg'un Xitoy savdogarlari bu fursatni g'animat bilib Xitoy davlatiga kelib savdo tijoratini boshlagan ekan. Mana shu mezgilda Zhou dazisi Zhou Shicheng vatansuvar chet ellik muhojir sifatida Xitoy davlatiga kelib savdo tijoratini boshlamoqchi bo'ldi ekan. Ham shu mezgilda Deng Xiaopingning qabul qilinishiga erishdi ekan. Mana shu mezgilda Zhou Shicheng savaqdishi bo'lgan Jiang Zemin bilan tepishib oladi ekan. 89-yili Jiang Zemin Xitoy hukumatining raisi bo'lgandan keyin Zhou Shicheng Jiang Zeminning qabul qilishiga erishib, Zhongnanxayda ayrim 1 soatdan ortiq suhbatlashdi ekan. Bu xabarlar New York gazetida e'lon qilingan ekan. Shuningdek keyin Zhou Shichengning transport tijarati kundan kunga ro'noq tepib, Zhou Shichengning asosli tijarati bo'lsa, dengiz transport tijarati bo'lib, bosh shirkati Amerikada ekan. Zhou Shicheng Jiang Zemin bilan ko'rishgandan keyin iqtisodiy jihatda Jiang Zeminning yordamiga erishibdi. Xitoy davlatining davlat bankasi Zhou Shichengning tijarati uchun qarz pul beribdi. Bergan qarz pulning soni 300 milliondan ortiq ekan. Bu 300 milliondan ortiq pul bilan yana Xitoy davlatidan kiyim sotib oldi ekan. Xitoyning davlat egiligidagi kiyimsozlik zavodlari maxsus Zhou Shichengga xeyli ko'p kiyimlarni yasab beribdi. Demak, Zhou Shichengga Jiang Zeminning yordami orqali davlat egiligidagi bankalar nurg'un qarz berib turgan, davlat egiligidagi parxod zavodlarmi xeyli ko'p parxodlarni yasab bergan. Hamda Zhou Shichengga nisbatan tijorat, savdo sharoitlarmi Xitoy hukumati tarafidan yordamga erishgan. Shuning bilan Zhou oilasining %80% qatnash, transport, savdoga munosabatlik to'xtam imkoniyatlar Xitoy hukumati tarafidan kelgan. Xitoy davlatining g'amxo'rligida Zhou oilasining kirimi milliard dollardan oshib ketgan. Zhou Xiaolan o'zi bo'lsa Harvard maktabini bitigandan keyin bir mezgil dadasining dengiz qatnash transport xizmatiga bir mezgil yordamlashgan. Oilasining iqtisodiy tiriki, o'zining o'qigan maktabi va afzal sharoitlaridan 30 yosh atrofida Amerikaning siyosiy sohasiga aralashishga boshlagan. Mana shu mezgilda hozirgi yo'ldoshi McConnell bilan tanishgan ham to'y qilib olgan. McConnellmi Zhou Xiaolan oilasining kuchli iqtisodiy yardım bilan Kentucky shtatining Kengash palata a'zosi bo'lgan. Zhou oilasining iqtisodiy yardım bilan McConnell apandining o'rni kundan kunga kuchayib, har qanday saylamda g'alaba qilib kelgan. Zhou Xiaolan va McConnell bu oila Amerika davlatida bo'lsa, yuqori siyosiy o'rniga ega bo'lgan. Yana bir tarafdan Xitoy davlati bilan nihoyat yaqin savdo munosabat hamkorligi bo'lgan. Bu oilaga kelgan omad bir tarafdan Amerika davlatidan manfaatlangan bo'lsa, yana bir tarafdan Xitoy davlati tarafdan zo'r manfaat va sharoitlarga ega bo'lgan. Ayni vaqtida Amerika davlati Xitoy davlati bilan strategik hamkorlik o'rnatgan mezgilida McConnell va Zhou Xiaolan jamiyatining davri bir gullangan davri bo'lgan. McConnell apandimningmi siyosiy hayoti yuqori pallaga o'rlab davri surgan mezgili bo'lgan. Amdagi davrda bo'lsin, dunyoning vaziyati o'zgarib, Amerika xalqining ko'zi ichilib, Xitoy davlatiga bo'lgan ko'z qarash o'zgargan bir davrga aylandi. Biz Dongo apandimning hikoyasini anglagan. Dongo ismli bir dehqon to'nglab qolgan yillarni ko'rib, ichi og'rib, qo'yniga silib, issiq o'tkazib bersa, bu yilonga jon kirib, bu dehqonni chekib olgan hikoyani hammamiz bilamiz. Amerika bilan Xitoy davlatining munosabati naq shu hikoyaga o'xshaydi. Amerika davlati bilan Xitoy davlatining munosabati hamda dushmanlik munosabatga aylandi. Hamda Zhou oilasining Amerika tarafdan, Xitoy tarafdan, har ikkili tarafdan foyda yeb o'zini simatadigan davri oxirlashdi. Bu oiladan hamda Amerika hukumati hisob oladigan zaman keldi. Zhou Xiaolan oilasi zodi qaysi davlatning manfaati uchun xizmat qiladi? Sen Amerikaning yuqori siyosiy qatlam o'rnida turib, Amerikaning qanchalik manfaatini Xitoy davlatiga setvatding. Xitoy davlati Deng Xiaopingning davridan boshlab Zhou oilasini tarbiyalab yetishtirib, Amerika siyosiy qatlamlarining yuqori organlaridan o'rni og'izib, Xitoy davlatining strategik atmosfera havosini yaxshilab berish uchun qanchalik kuch chiqarding?
Amerika yuqori qatlam siyosiy organlarining tuzilgan ichki siyosatlarini Xitoy davlati qanchalik foydalandi? Bu ehtimollik hisobla endi bundan keyin surishti qilindi ekan. Masalan, Maknol apandimning o'zi mas'ul bo'lgan siyosiy organlarda maxfiyat qoldimi, qolmadimi? Xotini Josholan 3 prezidentning davrida ministerlik xizmatini qilgan vaqtida o'z tavalligidagi maxfiyatlar qoldimi, qolmadimi? Bularning hammasi bundan keyin surishti qilinadigan cho'ng savollar ekan. Albatta, bu ayolning xizmat o'rnidagi maxfiyatlar navoda Xitoy tarafga yetkazilib bermagan bo'lsa-mu, 007 ning kinosiga o'xshash undaq ishlar yuz bermagan bo'lsa-mu, lekin bu oila Amerika davlatining eng yuqori organda xizmat qilayotgandan keyin Amerika davlatining siyosatini Xitoy davlatining strategik manfaati uchun nihoyat oz sharoit yaratib bergan taqdirdami, bu sharoitdan Xitoy davlati qanchalik foydalanib ketadiganligi har qanday odam faraz qila oladi ekan.